Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Do'stlar, video ostiga bittadan like bosib qo'yinglar, chunki bizning qilib yurgan ishlarimiz doimgidek birinchilardan bo'lib ko'rasizlar do'stlar. Yana biz sexdan turib, tunikafon ishlarimizni tayyor holatini video qilib chiqarmoqdamiz. Bu tunikafonimizni zakaz tushgan Sherzodbek degan ustamiz paxtavodga olib ketadi. Buni 1 kvadratini 0.37 tunikamizni 60 ming so'mdan 1 kvadratini tayyorlab berdik do'stlar. Oqqa va mokrilar bilan tayyorlab berganmiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu pataloylarimiz mokri bo'lgan 0.37 tunikadan foydalanganmiz va albatta tillalarini ham chiroyli holatda qilib chiqarib berdik do'stlar. Do'ppilarini ham esa mana pechatlab qo'yganmiz. Bu do'ppilari ham tilladan qilib berganmiz. 1 kvadratini 60 ming so'mdan 0.37 tunikalarni tayyorlab berdik. Biz hali ham vodiy bo'ylab o'zimiz ham xizmat ko'rsatmoqdamiz. Zakaz bersangiz boramiz, razmerlaringizni o'lchaymizda 1 kvadratini 130 ming so'mdan 140 ming so'mgacha vodiy bo'ylab qilib bermoqdamiz do'stlar. Bemalol telefon raqamlarimizni qoldirib o'tamiz. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin do'stlar. Agarda tunikafonni o'zini tayyorlab bering deydigan ustakalarimiz uchun ham mavjud qilib beramiz. Chiroyli narxlarda go'zal qilib sizlarga tayyorlab beramiz do'stlar. Keluvchi mana bu yerda esa yaqinroq. Mana turbalar. Mana bu yerda esa turbalarimiz ham bor. Agarda turba kerak deydiganlar uchun ham turbalarimizni ham zapas qilib optim narxlarda qilib qo'yganmiz. Agarda shtuchniy kerak deydigan bo'lsanglar, 20 metr, 30 metr kerak deydigan bo'lsalaring, 1 metrini 18 ming so'mdan qilib bermoqdamiz do'stlar. Agar optim kelishamiz deydiganlar uchun optim narxlarda ham yo'lga qo'yib qo'yganmiz. Mana bu yerda esa tarnovlarimiz ham bor. Tarnovlarimiz ham juda ham go'zal holatda, mana hozir juda ham ozgina holatda qolgan. Shokolad mokrilardan, matvilardan zapas qilib yana xudo xolasa ertadan yana chiqarib qo'yamiz do'stlar. Turbalarimizni keladigan bo'lsak, turbalarimizni hamma ranglarimizdan mavjud xudo xolasa. Faqat turbalarimizni mavjudligi bilan oq zangorini faqat zakaz ostida ishlaymiz. Qancha metr tayyorlab bering desalaring, o'shalarni tayyorlab qo'yamiz. Biz ko'p unaqa oq maloshli qizil zangorlarni ko'p zakotovka qilmaymiz, chunki uncha ketmaydi. Bizda ketadigan holati glansiy, matli, shokolad ko'proq ketadi bizda. Albatta do'stlar, sizlar bilan uzoqlashmaymiz. Bizning yana obyektlarimiz bor. Shu obyektlarimizni xudo xolasa yakuniga yetkazsak, egasi ruxsat bersa, sizlarga syomka qilib sizlarga ulashamiz do'stlar. Albatta videoni ko'rgach bizning kanalimizga bittadan like bosib qo'ysalaring, bizning qilib yurgan ishlarimizni doimdek birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Usta Xanisher bo'ldi. Rahmat hammaga.